Toshkent davlat iqtisodiyot universitetida menejment fakulteti talabasi Hamroyeva Sabina Ismoil qizi. Abdulla Qahhor dramaturg. Adib 1938-1939 yillar Hamza nomidagi O'zbek akademik drama teatrining adabiy bo'limiga boshchilik qiladi. U o'zining Shohi so'zini 1951, Og'riq tishlar 1954, Tobutdan tovush 1962, Hayajonlarim 1967 so'nggi nusxalar komediyalari bilan o'zbek dramaturgiyasi rivojiga salmoqli hissa qo'shdi. Ayniqsa Shohi so'zini hajviy piyesasi respublika va qator xorijiy mamlakatlar sahnalarida muvaffaqiyatli namoyish qilingan. O'zbek kitobxonlari Abdulla Qahhorning tarjimasida Gorkiyning Mening Darulfununlarim, Gogolning Revizor, Tolstoyning Urush va tinchlik romani va boshqa bir qator asarlarni o'zbek tilida o'qishga muvaffaqiyat bo'lishgan. Ayni paytda Abdulla Qahhor asarlari rus, ukrain, belarus, qozoq, qirg'iz, tojik, qoraqalpoq kabi tillarga tarjima qilingan. Uning ayrim hikoyalari esa ingliz, nemis, fransuz, chex, polyak, bolgar, rumen, arab, hind tillarida chop etilgan. 1968-yilning 25-may kuni Abdulla Qahhorga O'zbekiston xalq yozuvchisi unvoni berilgan. U 1968-yil 25-may kuni Moskvada 61 yoshda vafot etgan. Yozuvchi vafotidan so'ng buyuk xizmatlari uchun ordeni bilan taqdirlangan. Abdulla Qahhor nomi Toshkent va Qo'qondagi bir necha ko'cha va maktab, shuningdek madaniyat uylari va respublika satira teatriga berilgan. Poytaxtda Abdulla Qahhor uy-muzeyi ochilgan va haykali o'rnatilgan. Abdulla Qahhor uy-muzeyi ekspozitsiyasi va fondida qo'lyozmalar, yozuvchining kundaligi va 1920-1930 yillarga tegishli fotosuratlar mavjud. Abdulla Qahhorning umr yo'ldoshi, mohir tarjimon Kibriyo Qahhorova Jonboy Tongi gazetasiga bergan intervyusida ijodxona Abdulla Qahhor uchun muqaddas joy bo'lganini aytgan. U har kuni muayyan vaqt yozuv stolida o'tirardi. Birov xalaq bermasin deb pastda yurardim. Ertalab soat 8 dan 12 gacha ish shu zayl davom etadi, degan Qahhorova. O'zbekiston xalq yozuvchisi Shukurxon Mirzayev Abdulla Qahhorni shunday eslaydi. Mana, Abdulla Qahhor haqida xotiralar kitobi chiqyapti. Ulkan rus adiblari haqida zamondoshlari bitgan ko'p xotiralarni o'qiganman. Ayniqsa Buninning Chexov haqidagi yodnomalari yoqadi. Unda Chexovning qanday o'tirishi, havo qandoq ekani va nimalar degani g'oyat aniqlik bilan yozilgan. O'zimning Abdulla Qahhorni ko'rgan chog'larim haqida o'ylab, xotiralarimni beixtiyor ana bu yodnomalarga solishtirishni istardim. Tavba degim keladi. Buni Chexovning uyiga reportyor sifatida borar ekan xolos, yoki uning xotirasi o'zi bir mo'jizadir.